Poytaxtimizda joylashgan Paxtakor stadionida Superliga yo'llanmasi uchun o'tish o'yini o'tkazildi. Mazkur bahsni Futbol TV telekanali muxlislar e'tiboriga jonli efirda namoyish etdi. Amaldagi mavsum Pro Ligada 31 ochko bilan 3-o'rinni egallagan Olimpik jamoasi o'tish o'yinida Superliga vakili hisoblangan Mashal klubi bilan to'qnash keldi. Birinchi bo'lim razvedka sifatida o'tib, unda hisob ochilmadi. Lekin uchrashuvning ikkinchi yarmi xavfli vaziyatlar va asosiysi gollarga boy o'tdi. Mashalning hujumlaridan biri 55-daqiqaga kelib mezbonlar tomonidan qoida buzish evaziga to'xtatildi. Belgilangan penaltini Sirojiddin Qo'ziyev aniq amalga oshirib, jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. 0-1. Lekin aynan shu gol Olimpik futbolchilariga uyg'onishi uchun berilgan tarsaki sifatida xizmat qildi desak xato bo'lmaydi. 62-daqiqada standart vaziyatdan so'ng mehmonlar darvozaboni to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi. Bu esa yakunda Mashalga qimmatga tushdi. Vaziyatni to'g'ri baholagan Otabek Jo'raqo'ziyev pozitsiyani ham to'g'ri tanlab to'pni darvozaga yo'naltirdi. 1-1. 73-daqiqada Muxtorovda ham yaxshi imkoniyat paydo bo'lganda, futbolchiga biroz omad yetishmadi va to'p darvoza to'siniga tegib qaytdi. Lekin ikkinchi gol uzoq kuttirmadi. Zaxiradan maydonga tushgan Ruslanbek Jiyanov o'ng qanotdan chiroyli harakatlar bilan kirib bordi va to'pni aniq tarzda Mamasi Dexovga tashlab berdi. Boshdan zarba va qanday gol! Olimpik 2-1 hisobida oldinga chiqdi. O'z navbatida Timur boshi bilan aniq zarba yo'llab gol kiritdi. Olimpik jamoasi bu bilan to'xtab qolmadi. Oradan roppa-rosti 4 daqiqa o'tib Mamasi Dexov dublni ham nishonladi. Darvozabon bilan yakkama-yakka chiqqan hujumchi aniq zarba yo'llab uchrashuv taqdirini hal qildi. 3-1. O'yinning qolgan daqiqalarida esa boshqa gol kiritilmadi. Hushtak chalindi va Olimpik jamoasi Superliga yo'llanmasini qo'lga kiritmoqda. Va shu tariqa Timur Kapadze boshchiligidagi Olimpik jamoasi Superliga yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Biz esa ijodiy guruhimiz nomidan Olimpik klubini mana shu g'alaba bilan tabriklaymiz. O'ylaymizki, Superligadagi bahslar orqali ular katta tajriba to'plab, kelajakda bundanda yuqori marralarni zabt etishadi.